Jannatga ham biroz shoshmang, jannatga shoshyapsizmi? Kichkinagina iltimosim bor, ushbu videoni storyga qo'yib, tarqatishda yordam bering. Siz uchun ham, birodaringiz uchun ham manfaatli bo'ladi. Sababi biz labbayk Allohimda aytishga oshiq qalblarni Allohning baytiga Rossiya hududidan qaysi davlat fuqarosi bo'lishidan qat'iy nazar taklif qilamiz. Hozir mana bir ziyoratchimiz bor aka, assalomu alaykum. Qaysi davlat fuqarosi aka? Tojikiston fuqarosi. Tojikiston fuqarolari ham Rossiyadan umra qilgani kelsa bo'lar ekanmi? Meniki ikki tomonlama fuqarolik, lekin tojikistonliklar ham bor safimizda, bilasizlar. O'zbekiston fuqarolari, Tojikiston fuqarolari. Kamchiliklar bo'lmayaptimi aka? Hozir mana ehromda turibmiz, Ka'bani oldida turibmiz. hammasi yaxshi. To'g'risini ayting. To'g'risi. Gastinisalar qanaqa ekan aka? Yaxshi. Haramga yaqinmikan? Yaqin. 50 boshlarchi? Ya'ni boshqa yaxshi. Uyingizdagidaymi hamma yoq? Hammasi yaxshi. Alloh rozi bo'lsin. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Do'stim, Allohning bayti sizni intizor bo'lib kutmoqda. Agarda labbayk Allohni aytmoqchi bo'lsangiz, amallarini qilmoqchi bo'lsangiz, ko'rsatilayotgan nomerlarga murojaat qiling. Assalomu